Hozirgi kunda erkak va ayollarda global muammoga aylanayotgan narsa bu qosh, kiprik, soch to'kilishi juda ham ko'payib bilan biz ham xuddi shu muammoga duch keldik, lekin bu narsani yechimini topdik va sizlarga ham ulashishga qaror qildik. Tarkibida 12 xil vitamin qo'shilgan soch spreylari, soch shampunlari, soch balzamlarini tinmay bir oy davomida ishlatib, bu muammoni yechimini to'kilayotgan sochlarimizdan to'kilishi kamaydi. Undan tashqari yangi sochlar chiqib keldi. Bu spreyni har sochinglarni yuvib chiqqaningizdan keyin toza sochga sepasizlar. Xohlasanglar har kuni kir sochga sepsanglar bo'ladi. Ixlos qilib sepinglar. Nimagaki biz ham bir oy davomida ixlos bilan sepdik va qarabsizlarki sochimizni qalinlashdi, to'kilishi kamaydi. Undan tashqari yangi sochlar chiqib kelishi boshladi. Effektini o'sha bir haftada sezishni boshlaysizlar. Nimagaki sochinglar qalinlashadi, yangi sochlar chiqishi boshlaydi. Tarkibida juda ham ko'p vitaminlar bo'lgan. Mana shu yog'ni maslahat beraman. Nimagaki men o'zimda ham sezilarli darajada qoshim, kiprigim juda ham zo'r o'sib qalinlashdi. Ko'rib turganingizda bu effektni qizlarjonlar rovni 2 haftada oldim. Agar sizlarga ham mana shunaqa soch uchun spreylar, shampunlar, balzamlar yoki yuzingiz uchun, qosh kiprigingiz uchun yog'lar kerak bo'lsa, shunga bemalol kirib, обязательно zakaz qilib ko'ringlar.